Shuhrat aka, Nima gap? klientlar savol beryapti-da. Trading mashinalarga qanaqa mashinalar kiradi deb. Ukam, qara. O'g'irlangan bo'lmasa bo'ldi, lubuy mashina kiradi. 41-yili chiqqanmi, otam zamonida chiqqanmi, Zaporojye bormi, yurib kelsa bo'ldi. Plyus-minusini qilamiz. Bozor narxidan $100, $200 qimmat narx topib qolaman. Faqat Instagram, Telegram sahifamizga podpiska bosib kelganlar uchun, ukam. Keyin savol berishyapti. Bosh to'lovsiz mashinalar haqiqatmi, bormi, yo'qmi deb. Misol uchun $200 damadlar bor. $200 ichida nomerini, GS, texpasporti, zapreti, otsenkasi, xullas hammasini o'zimiz qilib beramiz. Bor yo'q $200 bo'ladi. Bonusga qo'ygan bitta ikkita mashinalarimiz bor. Misol uchun Ladamiz bor ukam, 2.100.000 mingdan 4 yilga chiqadi. Nexia 3imiz bor, 2.600.000 mingdan 4 yilga chiqadi. Bizga pul bermaydi, to'lovlarni kattaga qiladi, xarajatini qiladi. O'kida taxminan $800-850 bo'ladi ukam. Bosh to'lovsiz degani shuni tushunishadi, to'g'rimi? Bosh to'lovsiz deganda ular o'ylashadi, hamma rasotdan qilib beradi, o'qib beradi, o'qib beradi deb aytishyapti-da. Birinchidan pulsiz bermaymiz, bosh to'lovsiz deganda shuni tushunishadi. Bosh to'lovsiz aslida shunaqa bo'ladi. Bankka kirim qilmaydi, to'g'rimi? Unaqa bo'lmaydi ukam. Hammasi cho'tga. Endi nima mashinalaringiz bor? Shuni aytib o'ting. Bizda qaranglar, Kia desanglar Kia, Nexia desanglar Nexia, Damas desanglar Damas, Gentra desanglar Gentra, Cobalt desanglar Cobalt, Damas desanglar Damas, Tracker, Spark, xullas JM'da lubuy mashinasi bor. Bemalol kelasizlar. Undan tashqari, o'zingiz topgan boshqa mashinani ham o'zimiz o'tkazib beramiz. Xullas hamma ishlarni biz hal qilib beramiz. Faqat videoga like bosib, bizga podpiska qilib kelsalar bo'ldi, ukam. Salomat bo'ling.